Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yil 1-oyda nashr qilgan tarixiy roman Anjambay. Avtori Nur Rozi. 5-bob. Maktab. Opal. 1921-yil kech kuz. Kuzlik hosul yig'vilinib, etiz eriqlarning aldirash ishlari tugidi. Bir kuni atiganligi kun amdila chiqishiga Baqaxun bilan to'xtgan bolalari Anjambay, Ayim Tillaxon, Toshkent baylarni agashtirib, bu dunyoga yengila ko'z ochgan Qodirxonni quchqiga elib, To'xti Mollam maktabiga keldi. Bu maktab Baqaxunlar o'ltirishliq Jikchi mahallasiga tutishib turadigan Do'ng O'stang mahallasida edi. İtlarning qavashlari, to'g'ularning chillashlari, kishilarning tovlashlari, naqsha g'azallari ochiq anglab turadi. Baqaxun izzat ikram bilan bir sarposh turmoq, Yangisarning qizil chekmanidan tikilgan bir ton maslarni To'xti Mollamning oldiga qo'ydi. Mollam qo'llarini egiz ko'tarib turib, bolalarning obdan o'qishini, imonining pok bo'lishini tilab duo qildi. Anjambayning xat savodi xo'p obdan edi, lekin oyatlarni ancha yaxshi bilmaydi. Shunga shu kunisila bismillah deb kalima taybani yodlashga to'g'ri keldi. 2 sinflik bu maktabning hovlisimi 2 edi. 2 lisning darvozalari o'xshashla kun chiqish tarafga qaraydi. O'ng tarafda o'g'illar, chappa tarafda qizlar o'qiydi. O'ttirsini egiz bir tam ayirib turadi. O'g'illarmi, qizlarmi o'xshashla sinflarda tamlarga yo'linib, kigiz ko'rpalarda yukinib o'ltirib, unlik tovlashib, o'z savoqlarini takrorlaydi. O'g'illar bilan qizlar aralashtirilmaydi. Faqat varang churunlarini anglashga, darvozlardan chiqayotganligini ko'rishga bo'ladi. O'g'illarning orasida 5-6 yoshlik narasida bolalarmi, saqal burutlari xat tartib, qoramiga yetgan yigitlarmi bor edi. Qizlarning orasida bo'lsa 10 yoshdan oshganlari ko'rinmaydi. Anjambay tirishib obdan o'qidi. Atiyaz kirib bo'lguncha haftiyatni tamomladi. Lekin Qur'onni boshlash oldida o'ylamagan bir sachchilik yuz berib, uning ko'ngli azariyab qoldi. Maktabning oldidagi ozg'ina eriqda qishmi-yoz cho'p-suzuk buloq suvi eqib turadi. Bolalar orom olish vaqtlarida kiyimlari ho'l bo'lib ketsa-mo kar bo'lmay, suv kechib, atlimuchoq o'ynab sakrashadi. Ularning churqirashlari mahallaning u beshig'imi ochiq anglanib turadi. Lekin u qiz suvga kirmaydi. Ko'ynaklarini beliga turilib, udiliga qarab lik-lik sakrab, eriqning 2 qishida atlimuchoq o'ynaydi. U har sakraganda bir puti eriqning bu qishiga, yana bir puti u qishiga tangla tushadi. Sikilak chashlari uning nurlarida likildab o'ynab Anjambayni zo'qlantirib o'tadi. U taki u qiz o'yinini to'xtatqicha uningga qarab hangvaqib turibla qoladi. Bir kuni dars oraliqida To'xti Mollam Anjambayni sharatlab yana chaqirib qoldi. Dasturxonga chigilgan payshamlik nonlarni uningga tutqizib, Salimxon Momayga opirib berishni topildi. Salimxon Momay yeshi 80 dan halqigan, egi chaqsiz qolgan ojiz ayol edi. Yo'limsa o'rindanmi turolmaydi. Sadaqaga tayinib kun ko'chiradi. To'xti Mollam maktabga tushgan payshamlik nonlarni uzildirmay avatib, uning holidan xabar olib turadi. Opirib berishni bolalarning cho'ngi bo'lgan Anjambay qiladi. U bugunmi odatdagidek yig'ilgan nonlarni ko'tarib Salimxon Momayning uyiga opirib berdi. Momay odatdagidek yana yig'lamsirab turib, titrab turgan qo'llarini egiz ko'tarib, uningga duo qildi. Anjambay Momayning yenidan yenib maktabning oldiga kelganda, hiliqi sikilak chashli qizga ko'zi tushib qoldi. U qiz mishildab yig'lamsirab turib, qo'llari bilan tambilaning lepizini ching tutib ustinga tortib. Uning yoshga to'lgan bir jup qora ko'zlari shu tapda xuddi suvdagi bir jup marvoyatdek vilildaydi. Anjambayning uningga bakla ichi og'rib ketdi. Ayshamgul, nim bo'ldi? Nimishqa yig'laysiz? Ayshamgul Isa deb turib uningga tikildi. Eriqdan sakrab atlimuchoq o'ynayapsam, tambilimning big'i uzilib ketdi. Chigelmedim. Anjambay uzilgan quni uning qo'lidan oldi. Uni ching chigib o'lidi. Ha, mana endi bo'ldi. Uzilib ketmaydi. Bog'lab oling. Uyga borganda lepizga o'tkazib olsangiz bo'ladi. Lekin
Qiz kichiklik qildi. U qo'ni belidan aylantirib bog'lay olmadi. Tambilini ko'tarsa, ko'ngliki tushib ketib, ko'nglikini ko'tarsa, tambili tushib ketib, uni ko'p avara qilyapti. Demasmi, u bolalarning eng kichiki edi. Maktabga kirish yoshiga yetishga yana texi 1-2 yildak saqlashga to'g'ri keladi. Lekin uning ota-onasi uyda zirkib qolmasin, qulqini pushurg'ash tursin deb o'ylab, uni maktabdagi bolalarga qo'shib qo'ygan edi. Amsa siz tambilingizni ikki qo'llab egiz ko'tarib turing, men bog'lab qo'yay. Anjambay shundoq debla quni uning qo'lidan elib, belidan aylantirib, tambilining ustidan ching bog'lab qo'ydi. "Ha, mana bo'ldi. Endi xotirjam o'ynayvering." Dal shu chaqda Mamtimin chiqib qoldi. U bu ahvolni ko'rib qilib, qiz balni quchoqlayotdi deb To'xtim mullamga chiqib qo'ydi. Shu kuni kechda Anjambay qiz balni quchoqlab olgan degan batnam bilan yetkizilib, tayoq sunib tugigicha sag'irsa rasa kelishtirib adab tayiqi yedi. Mamtimin bagning o'g'li bo'lib, Anjambay bilan tang dematlik edi. Billa o'ynaydi, billa o'qiydi. Odatda uni og'inam deb og'izdan tushirmaydi. Mana endi qora yuzlik qilib uni ahonatga qo'ydi. Anjambay bu iza ahonat alamga chidamay bir nech kungacha maktabga bormadi. Keyin ota-onasining zo'rlashi bilan yana ilojsiz holda maktabga berishga majbur bo'ldi. Lekin uning ko'ngli maktabdan bakla sovib ketganlikdan baldirqida ko'ngil qo'yib o'qishdan qoldi. Dal shu kunlarda tog'dan Tahir, Zohir ismli ikki qirg'iz aka-ukalarni ularning dadasi To'xtim mollamning maktabiga akilib berdi. Bu bolalar xushchaqchaq, o'yin tomoshaga amroq chelishchilardan edi. Anjambayning bu qavul yigitlarga mas'ulki keldi. Ular bilan ko'rishish uchun qo'lni uzatdi. "Ag'in bo'lib qolayli. Ag'in bo'lib qolayli. Sen bilanmi?" "Belli. Mundaq degan texi. Biz degan barg'u, anglab qo'ygin. Chilishchilar bilan ag'in bo'lmiz. Amsa sinishib baqamdiq. Biz bilan sinishimizdigicha neningni joylab yesangchu, sendek uzun tura, shadapachaq langushlardan chilish chiqmaydi. Sizlar bilan mavo o'ng qo'limni bog'lab qo'yib, mavo so'l qo'lim bilanla chilishga tushiman. Bo'lamdi? Po'chiligini kim po'chi, kim nochi qini ko'rarmiz." Mana endi obdan bo'ldi. Anjambay xili obdanla tuzilib qoldi. Uni maktabga berishga zo'rlashning hojati qolmadi. Uning hiliqi ko'ngilsizliklari allaqayoqlarga uchib ketgandekla ko'ngli ochiq, xushxuy holda sahardala maktabga chapadigan bo'lib oldi. U bolalar kelib bo'lg'icha Tahir, Zohirlar bilan baslashib, yiroqlarga yugurdi. Maktab qurosining 6 qurliq temining ustida gohi tik turib yo'rg'alaydi. Gohida texi putlarini osmonga qilib, ikki qo'llab minib cho'rgilaydi. Putlarini juplab turib, eriqlardan atlaydi. Shotining baldiqini tutmay, taq dastlabla o'giziga chiqatdi. "Ay-hoy!" deguncha xuddi o'g'ri mushukdekla daraxtlarga chaqqonlik bilan yamishib chiqatdi. Ondan bir qapas chilishatdi. Taki To'xtim mollam yoki xalpat ularni dushkashlab ajratmoqcha bo'ldi qilmaydi. Mushundaq xushonlik kunlarning birida u yana bir qatim baxtsizlikka uchirdi. Lapildab qor yig'vatdi. U 6 qurliq tomning ustidan telib yiqilib tushdi. So'nggichi ig'ir zaxmi yeb uyda yetib qoldi. Tahir, Zohirlar uni kunda digidek yo'qlab turdi. Bir kuni ular "Patroq saqaysang, taqa billa berib kelsak" dedi. Anjambay xushal bo'lib to'lvatdi. "Balang gap bo'ldi. Taqda miltiq tepilamdi? Biliching odamga hamma narsa tepiladi. Ah xudo." 6-bob Qarliq. Opal Jikchi mahallasi. 1924-yili bosh bahor. Peshayvonlik 2 mehmonxona ayol tunakchilar bilan to'shib ketgan edi. Ularni o'tirdagi cho'ng ayvon ayirib turadi. Yog' puritilib, arvohlarning ro'yiga atab duo qilindi. Quymoq silindi, choy ichildi, sho'rpa tortildi, yana duo qilindi. Shuninggacha bolalar ota-onalarining yonlarida xushal xuram o'ltirishdi. Lekin 100 rakat nafla namoz tugashga oz qolganda ularni uyqu bosdi. Ota-onalari tövbe istig'for etib yig'i zariga tushganda ular cho'chib yana uyg'onib ketishdi-da, ularning ichi serilib, mishildishib yig'lashdi-yu,
durut o'qishga o'tganda zirkib o'ltirolmay qilishdi-da bir-birini sharatlashib taloga chiqishdi. U buni sharatlab, birisi yana birisini chaqirib yurib, birdamdila tunakka kelgan bolalarning hammasi peshayvon ostiga yig'ilib bo'lishdi. Osmonni qop-qora bulutlar qoplagan, yulduzlardanmi qilcha asari yo'q. Olam jahon qop-qorong'uchilik ilkida edi. Hatto 4-5 qadam neridagi odam yoki to'riqnimi farq etishga bo'lmaydi. Bunda qorong'ulik mukmukilan o'ynashning ko'ngildagidek yaxshi payti edi. Bunda qorong'uda bolalar bir-birini oson topolmaydi. Jahonda buningdanmi qiziq o'yin yo'q. Ular xushal holda birdan mukmukilan o'ynadi. Ularning palaqlab yugurishlari, bir-birini tutib olganda qaqoqlab kulishlari, qiya-chiyalari o'ylanib bir oldi. O'yin toza qizigan chaqda tuyuqsiz lapildab qor yig'ishga boshladi. Birdamdila yer yuzini bir g'irich qalinliqda qor qoplab ketdi. Dal shu chaqda darvoza oldida ikki odamning so'zlashayotganligi anglanib qoldi. "Ya pirim, ma'u tetiqsizlikni qishning o'pkisi ketib, kani qolganda qor yig'ayotganligini ko'rmamdigan. Chechak cho'kkalar ichilay davatsa, bu yil qish kirgandan beri yaqqan tunji qatimli qor bo'ldi. At yaz kirayotganda seriq qor degan shuda tunji qor. Voy, tunji qorda qorliq tashishdi. Balli, shundoq bo'lib qolsa, mashrab o'ynamdiq texi. Voy xudoyim, o'mi bor gap." Balalar ularning paranglarini angladi, lekin kari bo'lmadi. Yanına o'z o'yinlarini o'ynaverdi. Mükümüklen oynap yeri pahalı qalmaganda düm oynadı. Bu o'yinning toza qiziqi qolmadi. To'la mush deb bara qatardan tushib qolganlar ko'payib ketdi. Shundala balalar lapildab tushayotgan qarga birdan qarab turishdi-da, yana churqirashqa boshladi. Hey, balam bo'ldi. Atganlikkiza puxadan chiqcha quchqa tutadigan bo'ldik. Samanliqda kamarlardami bo'ladi? Toshqan tutimiz. Ular churqirib her kim her nima deydi. Hatta ba'zilari dadisi bilan billa taqqa chiqib kiyik ulay o'lmoqchi bo'lsa, yana ba'zilari texib jilig'ida muz tiyilmoqchi bo'ladi. Shu chaqda oradan biri unlik to'lvatdi. Hay, asli o'yinni mana amda o'ynaydigan bo'ldik. Cho'nglar atilikka birisining uyiga qarliq tashlaydi ekan, kechda mashrab o'ynab ko'ngil ochadi ekan. Bizmi bormiz? Bu gapni anglab ular birdan shukkada bo'lib qilishdi-yu, yana shu onla cho'riqrashqa turdi. Bizmi tashlayli? Shunda cho'nglar tashlasin. Bizmi o'z adashlarimizni tashlayli? Bizmi o'z oldimizga mashrab o'ynaymiz? Qarliq tashlaymiz, mashrab o'ynaymiz. Ular shundoq cho'riqrashsimi, lekin qarliqni qandoq yozdi, nima deb deydi degandaklarni bilmaydi. Ularning ba'zilari xat yozalaydigan bo'lsa-mu, lekin ular qarliqni qamlashtirib yozolmaydi-da. Ularning biladiganlarimi tayinliq tursa, uningdan buningdan anglab olgan parcha-purat cho'lida to'xtamaydigan gaplarni qandoqmi qarliq degil bo'lsin? Ya, bo'lmaydi. Qarliqni ravrs qamlashtirib yozalaydigan odamni topmay bo'lmaydi. Balalar undaq usta xattatni oxir topdi. Ular tunakda bir bulonda yolg'iz o'ltirgan xalpatni bir bulonga tartdi. U balalarning talpini anglab, kulib, ko'zlari qisilib ketdi-da, balalar bilan billa ho'ylaga chiqdi. Balli, qor yig'ibdi-da, bo'pti, yezib biray. Mushunda tunji qitim yaqqan qarda qarliq yozsa, u qarliq bo'ladi. Bo'lmasa inovatsiz bo'ldi. Juringlar, uyda yozaylik. Demismi, bu yil qish kirib taki shu kungacha birar qitim bo'lsa-mu qor uchqundab baqmagan edi. Bu qo'y qo'zisi xalpatni To'xtim mollam shahardagi madrasadan elib kelgan edi. U kunduzi balalarga savoq beradi. O'lim yetimlarda mu'liq xatma Qur'on qilib, kishilarni yig'iltib o'tadi. Kishilarning xat cheklarini yezib o'qib beradi. U shu tapda g'uva chiroq yo'riqida qo'mush qalamda qarliqni havas bilan yezib bitirib bo'ldi-da, kalta yutilib qo'yib, unlik o'qishga boshladi. Qarliq Allah rahmetiydin yer yuziga yağdı qar, rahmetini yağdırıp bizge qildi aşkar. Ko'ngil xo'shliqidin bu o'yinni boshladik, ko'ngil tartib silini bu qarliqni tashladik. Qarliq ilib barganni pam aylab tutsalar, qishig'a o'sma qo'yib, cho'ng ibrat qilsalar, arqisidan qo'g'lishib tutolmay qolsalar, mashrabning hozirligini obdan qilsalar, Peyzavat qo'g'inidan 8 ni topsalar, yana 5 gram alma anari alsalar,
Yelim-silim duttar deb g'ijekni chalsılar, ular bo'lmasa molla satarni tapsılar. Usulchilar mashrab navani qizitsılar, xinim acha cho'ng qozonni patroq assılar. Qandaq bo'ptimi? Balalar tushmu-tushdan churqirishib javob berishdi. Bo'pti, toza bilan bo'pti. Qarliqo bo'ldi, lekin uni kimga tashlaydi? Balalar xili uzoq talashdi. Oxiri mushu tunakka kelmagan balalarning uyiga tashlashni qaror qilishdi. Ular yana tunak bo'layotgan uylarga kirishdi. Cho'nglarning ko'zlarini g'alati qilib, hamma odamga qarab chiqishdi. Yo'qlarni uningdan buningdan so'rab beqishdi. Tangtush tonish bilishlardan surishtirdi. Oxirida Anjanboy bilan Mamtiminning kelmaganligini, Baqa xunukam tog'da kasal bo'lib qilib yetib qolganligi uchun qarovullar uni oqshom Harvda akilib qo'yishgan edi. Uydagilarning hammasi paypitak bo'lishib, uning holidan xabar ilishayotdi. Undaq bo'lmaydigan bo'lsa, Anjanboy bu tunakka cho'qim kelatdi. Balalar bilan apaq-chapaq bo'lib billa o'ynaydi. Mamtiminning nimishqa kelmaganligini hech kishi bilmaydi. Bilgusimi kelmaydi. Uning kelmaganimi obdan bo'ldi. Navoda u kelgan bo'lsa, uni urib, buni surib balalarga aram bermaydi. Bugünkidek bundaq ko'ngillik o'ynay olmaydi. Ular uni deb, buni deb birdam talashgandan keyin oxiri Anjanboyga tashlaydigan bo'lishdi. Qarliq deganni mard odamga tashlaydi. U do'stlar uchun jinnim aymaydi. Mamtiminga hech qaysi unimidi. Pitning ichiga yesib qo'ydi. Nomard. Xo'sh, undaq bo'lsa, Qarliqni Anjanboyga kim tashlab berdi? Uningga ular gangrab qilishdi. Men apirib tashlay, degili odam chiqmadi. Xili uzungacha g'ulg'ula qilishdi. U buningga san aparg'in desa, bu uningga yo'q, san aparg'in deb unimidi. Ular Qarliqni jon deb apirdi. Lekin za Anjanboyni bo'shang chaqilg'ili bo'lmaydi-da. Ikki sakrabla tutib oladi. Yugurish chilishda opal tavasida kim uningga tankilalaydi? Ularning hammasi tutilib qilishdan qo'rqdi. Shundaq, Navoda tutilib qolsa, Qarliq o'ziga yonadi. Jamoatni mehmon qilib, bir oqshom mashrab berishqo oson, hammasi ma'qul deydi. Ota-onalarimo yo'q demaydi. Gap Navoda tutilib qoldigan bo'lsalar, yuziga qora surtib, qo'tir eshakka ta'tir mindirib, mahalla aylantirib yurib, sazoyi qilinadigan gap. Mana mushular odamga alam qiladi. Shundaq qilib, Qarliqni Anjanboyga tashlab berishga odam chiqmadi. Undaq bo'lsa, Qarliqni yertib tashlayli, dedi xalpat xitob qilib. Mashrab o'ynamsaq bo'ldi-ku? Yo'q, yertmayli. Odam chiqadi. Qani amsa kim nochi? Men. Bulondan qiz balaning zil ovozi anglandi. Balalar tangla shu tarafga qarab hayron qilishdi. Oyshamgul, siz? Ha, men Qarliqni men ilib boraman. Anjanboy meni tutolmaydi. U degan Anjanboy qiz balalarni, ojizlarni qo'g'lamaydi, chiqilmaydi. Hammanglar uni mard deysizlar-yu, shunimi bilmadinglarmi? Oyshamgul tunakda momasining yinda turgan edi. Aysxon buvi qandaqdir bir oyatni o'qig'ili turganda hammasi jim bo'lishdi. Dal shu chaqda hovlidagi bolalarning varang-churonglari anglanib qoldi-da, uning o'ltirg'isi kelmay hovliga chiqdi. Bolalarning talash tartishlarini anglab, ishning tegiga yetdi-da, qo'rqmayla, Qarliqni men ilib borman deb o'tirg'a chiqdi. Bumi bo'ldi, ish bitdi. Oyshamgul ko'nglida tova, uni hech kishi texi mendek tushunmabdi deb o'ylab qoldi. Demismi shu tapda uni hech kishi uningdek tushunmaydi. Tova, bu tetiqsiz gapni. Boshqalarning uni uningdek tushunishiga nima haqqi? Baqaxun yarim kechadan keyin chiliq-chiliq tarladi. Qizitmismi xili yondi. Ko'zi birdam uyquga ilingandek bo'ldi-yu, lekin tong suzilmasdilla uyg'onib ketdi. Uning put-qo'llari dir-dir titraydi. Urib chiqayotgandekla og'riydi. Boshlari qiyib, ko'ngli ilishatdi. U shundaq bo'lsa-mu, daldugunib yurib tahorat oldi. Ondan masjidga berib jamoat bilan ko'rishman deb tam tutib eshik tarafga qarab mandi. To'xtxon uzilib qolalar, sal saqaygandan keyin barislimi bo'ladi deb nasihat qilib, oldini to'sib olsimi unimidi. Jumaxonga yo'linib masjid tarafga ketdi. To'xtxon ansirab eshik oldigacha o'ztib chiqdi. Olamni oppoq qor qoplagan edi. Qor yanada to'xtamay yig'vatdi. Ular to'g'ri yo'lga chiqdi. Do'qmushdan aylandi. Yiroqlab sugatliklar orasida qarsi ko'rinmay qoldi. To'xtxon shundala yenib kirdi.
uzun saplıq şivaq süpürge bilan eshik oldidan toki to'g'ri yo'lgacha supurdi. Lekin supurgan yerlar birdamdila yana oppoq qor ostida qoldi. U yondirib yana supurdi. Yo'lga birdam tikildi. Yo'lda odam qarsi ko'rindi. Kirib ketib o'tib orqasida qorning g'irsildigan ovozni anglab qoldi. U ovoz kelgan tarafga qaragan edi. Sugatlik orasidagi chig'ir yo'lda bir odamning mushu tarafga qarab kelayotganligi ko'rindi. Uning bo'y turqi pakarroq edi. Mengishimi cho'ng odamga o'xshamaydi. Ushoq chamdab tez-tez mang'atdi. Yengil daslaydi. U odam tez-tez mingib yaqinlab kelib to'xtxonning oldida to'xtadi-da, to'xtxon uni tonib bo'lg'icha oraliqda "Armislar to'xtxonacha" deb tinchlik so'radi. To'xtxon hang-tang qoldi. Tova, mavi qizga bugun nima bo'lgandi? Biror ish yuz berdimi, nima? Odatda ko'p kunlar eshik oldidan o'tib qolsa, har qancha zo'rlisimi tortinib, xo'sh deb uyga kirgili zodi unmaydi. Vil qizirib beshini ko'tarmayla mingib ketib qoladi. Bugun g'alati-ku, qor yig'vasa, texi tong suzmasdilla. Voy, Aysam xonimoslar, voy xudoyim-ey, tonimay qaptiman. Uy ichi tinchlikdi, bu taraflarga shundoq acha, aldirabla kelgan edim. Oqshom Osmon qirg'iz bizning uyga tushgan edi. Sahardilar ketdi ekan. Baqa xunkam bilan ko'rishib olsam degan edi. Xabar qilg'il kelishim. Bu gaplarga to'xtxon qandoqmi ishonsin? Uyda 7-8 dak chakar madgar tursa, ular hayt desalar shu hamon baja keltirdi. Yo'q, bu bir ishning shapsi. Cho'qim bir gap bor. Lekin to'xtxon buning nimaning shapsi, zodi qandoq gap ekanligini damalliqqa bilolmay qoldi. Shundoq bo'lsa-mu u chandurmidi. Obdan bo'pti qizim, yursizlar uyga kiraylik, birdam o'ltirsizlar. Ayshamgul hech qanday tuzut qilmayla o'ylaga kirdi. To'xtxon uni yondagi kichikroq bir uyga boshladi. Bu Anjamboy yetib qopadigan uy edi. Uyning issiqi uningga lappida urildi. Ayshamgul supining levigirak o'ltirib, qop-qora qoshlarigacha bostirib tengib olgan tevitliq yung ro'milini keyingirak surib qo'ydi. Uning qiyoqdek qalin qosh kirpiklarini nefis bir qavat qirov bosgan. Ikki mangzi to'g'ashdek qizirib ketgan edi. To'xtxon ajablanish nazari bilan uningga sinchilab qaraydi. Ayshamgul odatda uyga kirsa, qizirib tatirib buni bahona qilib uyga kirgili unmaydi. Bugun deb bo'lg'icha kirdi. G'alat ish. To'xtxon choy damlash uchun ichkirki uyga kirib ketdi. Bu fursatni g'animat bilgan Ayshamgul yanchuqidan darhol qarliqni chiqarib, takiyining tiyiga tiqib qo'ydi. Buni degan bo'lib Anjamboyni saqladi. Lekin Anjamboy ko'rinmadi. So'rashdan uyaldi. Saqlaveray desa, texi tuzuk bahona sabab yo'q. Oxir u ilojsiz holda o'rnidan turdi. To'xtanacha, men ketay. Baqikam kelsa, deb qo'yslar, bizning uyga leppida berib kelsa. Voy, aras og'rib qoldi dedilar. Kelolmaydigan deb qo'yay. Voy qizim-ey, birdam o'ltirsizlar. Go'ng'ir-mung'ir mungdishib o'ltirayli. Qarliqni Anjamboyga xabar qilib qo'ya olmaganligidan ko'ngli to'limi yerim bo'lgan Ayshamgulning ko'nglidan bir o'y kechdi. Anjamboy qaraganda sirtda biror ish bilan avara bo'lsa kerak. U sirtqa chiqib qarab baqsa, balkim Anjamboyni uchirtib qolar. Shu chog'da qarliq qoldi deb qo'yibla qolsa bo'lmadimi? U shu xiyol bilan To'xtxonga tikildi. Xo'sh xonacha, men qaytay. Uydagilar ansirab qolmasin. Ular eshik oldiga billa chiqishdi. Bo'sog'idan o'tib turibla qilishdi. Darvoza oldidagi ujumning futqiga Anjamboyning chapon, ko'ynak, tumoqlari iliqliq turadi. Sal nariroqda u belining yuqorisi qip yalang'och holda badanlarga qor surtib. U qorni shunda havas bilan surtatdiki, hatto ularning chiqqanligini tuymadi. To'xtxon uningga birdam tikilib qaradi-da, bo'shqini to'ldi. "Voy balam, bu nima qilganing? Undaq qilma, so'g'ib o'tib qoldi. Mehmon kelsimi qaring yo'q tehi." Anjamboy burilib orqasiga qaradi-da, ularni ko'rib o'duq qoldi. "Voy, Ayshamgul xinim o'xshamamdi. Apla, bexabar bo'lib qoptiman. Yursa uyga kirayli. Xo'sh Anjamboy aka, men kelgili ne vaqt bo'lib qoldi?" Ayshamgul siz Onungacha Ayshamgul 10 necha qadamdak nariroq berilib to'xtadi, unlik to'ldi. "Anjamboy aka, omonatga qilmang xiyonat. Takining tigida qarliq qoldi." "Ahaha!" Onun zil jarangliq kulkisining aks sadosi Jikchi mahallasining tong saharini zil-ziliga keltiribdi. "Qarliq,
voy bu Ayşemgul, hey Ayşemgul. Lekin Ayşemgul to'xtamadi. Kulginicha yugurib so'gatlik orasiga kirib ketdi. Anjambay joyida turibla qoldi. Uning qo'lidagi kallay qor erib tugidi. Qarliq qo'g'ilsizlar balam, tutilib o'ziga yondirsizlar. Anjambay kulib qo'ydi. Yo'q ana, ot to'ga so'yib boshlasaqmi kelmaydigan mehmonni qo'g'ilsaq bo'lmaydi. Ah. To'xtxonning ko'ngli bir nimani tuyg'andek bo'ldi. Uyga kirdi, taloga chiqdi. Ko'ngildagi tugunni yeshalmay, qo'li ishqa bormadi. Shumidu degan xiyol uning ko'nglidan nari ketmadi. Shu bo'lsidi, toza ko'ngildagidek bo'lgan bo'ladi. To'rda o'ltirg'izib qo'yib xizmatini qilatdim. Lekin u o'ylab ko'ngliga andisha tushib, lasida bo'lib qoldi. Voy xudoyim, bu jahonni u degan boyning qizi tursa, uning ustiga texi kichikkina sikilak qiz tursa, ig'iz ichishga pek baldur, yana 6-7 yil saqlaydigan gap degandek. Baqaqun atsi oqshimala balalar uchun mashrab qilib berdi. Mashrabga kichiklarmi, cho'nglarmi, qiz cho'kalarmi keldi. Bugungi to'r balalarning bo'ldi. Cho'nglar rozimanlik bilan pagada o'ltirishdi. Uyga patmaganlar ho'ylada chilishga tushdi. Jumaxun bo'z paxlanni so'ydi. Liganlarda olma, amut, qo'g'in, tavuzlar tizildi. Sho'rpadan keyin polo tartildi. Yili Silimaxunlarning o'rniga Qosim Ravab, Samat g'ijaklari hozir bo'ldi. Dab, g'ijak, satarlar sozlandi. Bu mashrabmi boshqa mashrab to'y to'kinlarda ancha-muncha etilib qolgan dok mollamni do'lan usulga tankash qilib boshlandi. Anjambay o'ttirga tushdi. Ko'rdib turganlarga ta'zim qildi. Saz naqshlarga mos keltirib usulni boshladi. U usulni larzan o'ynaydi. Saz naqshlarga putqo'llari joy-joyida mos kelatdi. Naqsha qayg'uliq muqamda so'zib o'qilganda beshi egilatdi. Ko'zlarida yosh tomchilari agitdi. Xushalliq ko'ylarida ko'zlarida, lavlarida kulga jilvilaydi. Mollam asli emas mollam, tug'ilib qo'yilgan ismi mollam. Qish yoz demay 10 yil o'qib mollam deb yozolmagan mollam. Naqshisining yondirmasini hamma odam biladi. Sazlarga tankash qilib chavak bilan aytadi. Mollam dok mollam, oqsab mangsan mollam. Bir putung nakar bo'ldi, zoya bo'lding dok mollam. Qizil jilg'a beshidagi qoshda tutibapti o'zidan cho'ng oshna. Yeshi 50 ham uruq ashtaqda savob bo'lsin debdi qulim qo'shna. Yondirmisi. Yo'lingni tepib-vapsan muborak bo'lsin mollam, jahondagi ishlarning qiziqi shu dok mollam. Anjambay usulni havas bilan o'ynaydi. Putqo'llarini naqsha sazlarga kelishtirib tankash qiladi. Gohi o'tqa tushgan qildek to'lg'inatdi, gohi tal chiviqdek egiladi. Mollamga baxt kelganda maydisini kirib pirqiraydi. Qo'llaridan qas chiqarib, sitta qadam bilan oldi orqasiga lik dasaydi. Lavlarida jilvilik kulki yamrab, o'ng qishining quyrug'ida lip qash etib kishilarni kuldirib. Mangay desa majali yo'q mollam, eshakni yotqizib minib mollam. Oqshom kelib, sahar ketib mollam, ko'nglini obdan xo'sh qilibdi mollam. Yondirmisi. Mollam dok mollam, bo'sh kelmabsan dok mollam. Senmo ham o'g'il bola, g'ayrat qilg'in dok mollam. Mollamga kulpat keldi. Anjambayning beshi egilib chiroyi tutildi. Ko'zlari qizirib kirpiklarida yosh tomchilari yaltirdi. U shu holda o'rnida piqirib cho'rgilaverdi. Ani yiqiladi, mana dumchido deb hamma odam dakka-dukkiga tushdi. Lekin qaraverib o'zlarining beshi qiyib yerga qarilishdi. Nala qipti mollam Allohga, non tepib berolmay bolalarga. Non tepib bersa yemay go'sht debdi, ochiqida rasa sapdi boshlarga. Yandagi uyda qiz-cho'kalar nag'ma-navo qilib usul o'ynab o'ltirishgan edi. Lekin ularning o'yinlari toza qizimidi. Shunga Anjambayning usulini ko'ramiz deb o'ltirolmaylar qilishdi. Birdan ikkidan sug'urilib chiqib ketib, uyda ozliq qizlar qoldi. Shuning bilan ularmi o'z o'yinlarini bo'ldi qilishdi-da, to'pirilishib chiqib eshik oldida qistan holda o'ri turib, Anjambayning usulini ko'rishga boshladi. Anjambay usul o'ynab deb likkida beshini ko'tardi.
Şu hamon ko'zlari eshik oldidagi qil cho'kanlar orasida o'ziga jilvilik noz bilan tabassum qilib tikilgan bir jup o'tliq ko'z bilan uchrashib qoldi. Ah, bu jadu ko'zlarni. Anjambay xudini yo'qitib qo'yg'ili tas-tamas qoldi. Lekin shu an o'zini tutib oldi. Chandurmay usulni o'ynaverdi. Har qatim aylanib eshikning o'dilg'a kelganda, heliqi nozuk tabassumliq ko'zlarga qarab, yenik ta'zim bilan qaytirib turdi. Lekin shu taqda uning put-qo'llari xuddi o'zining emasdek toza qo'lashmay, usulni bayonqidek larzan, sho'x, chaqqon o'ynay olmay qoldi. Chunki qizning shahlo ko'zlari uni ilkiga ilib olgan edi. Bu shahlo ko'zlar uni sirtqa chiqishga ishorat qildi. U sal tengirqigan holda chandurmayla asta minib sirtqa chiqib ketdi. Sezgur ana To'xtixon hammani ko'rib tuyib turdi. Tova, bo'yiga yetmagan texi amdila 10 yoshdan halqagan kichikkina qiz bal turib, o'g'limni o'ziga ram qilyapti. Ko'zlari ajab o'tliq ekan, rizqi qatilsa keyincha. To'xtixon cho'ng o'g'li Jumaxunni Anjambayning o'rniga usulga tushishga ishorat qildi. Jumaxun sal tengirqagandek turib qoldi-yu, lekin shu hamonla 3 og'inisi bilan billa usulga tushdi. Ayshamgul Anjambayni darvozaning u tarafidaroq saqlab turardi. "Momam, mavi uzukni sizga bering, rozi bo'lsin" degan edi. "Uzoq bo'ldi, siz bilan ko'rishalmadim. Qarangizni ko'rsatmadingiz" dedi Ayshamgul Anjambayga talmirib qarab. "Yili sizning mening kasobatimdan, mollamdan tayoq yetib qolganligingizni momam mendan anglagan edi. Shuningdan keyin u davomli uningga uvol bo'pti, seni deb azar yepti. Uni obdan rozi qilmasak bo'lmaydi deb sizning gapingizni qiladi. Shunga momam sizga mushu uzukni avatdi, rozi bo'lib qolsin deydi." "Uzuk? Ha, uzuk. Sizni ko'ngildek rozi qilish uchun buningdan boshqa momamning ko'ngliga yarg'idek obdanroq bir nim tepilmadi. Sizga yaldama bo'lib qolsin deydi. Bu uzuk momamga momisidan qolgan yaldamisi ekan. Yaqinroq keling-a, avu barmoqingizga o'z qo'lim bilan silib qo'yay. Sizga toza yarashidi." Anjambay qorong'uda uning qo'lidagi vildab turgan olmos uzukni ko'rdi. U hang-tang qilib voduqib ketganligidan xudini yo'qotgan holda u ko'rsatgan so'l qo'lni uningga uzatdi. Ayshamgul uzukni og'izda hordab namdabla uning kichik barmog'iga silib qo'ydi. Anjambay tanqitib turib qoldi. "Voy xudoyim, u ish bo'lganiga 3-4 yil bo'lgan tursa, texicha unutmabdimi? Voy, u ishni unutish mumkinmi? Men asla unutmayman." Anjambay barmog'idagi uzukni silab turib ketdi. "Anjambay aka", dedi Ayshamgul sal duduqlab turib. "Men ertadan boshlab maktabga bormaydigan bo'ldim." Nima? Nim dedingiz? "Men buningdan keyin maktabga bora olmaydigan bo'ldim." "Voy, nimishqa? Nim bo'ldi? Bo'yimga yetib qoptimishman." "Siz?" "Ha, men demismi, men 10 yoshdan oshdim." "Voy xudoyim, endi ko'rishmikimiz texmi tas bo'pti-da. Ko'ngilda shundaq niyat bo'lsa, ko'rish oson. Xo'sh, Xudoga omonat." Ayshamgul uning bilan xo'shlashibla yana mashrab bo'layotgan uyga kirib ketdi. Anjambay texmi hang-tang qoldi. Bir hazardan keyin uning orqasidan yenib kirdi. Yarim kechidan o'tganda mehmonlarga pulu tartildi. Oshdan keyin ular xo'shlashib tarqalishga boshladi. Ayshamgul momisi bilan billa qaytib ketdi. Bolalar yerib ketgan edi. Jamoat tarqab bo'lishi hamonla kirib uxlab qolishdi. To'xtixon Baqaxunni yo'lab ichkirki uyga ilib kirib yotqizib qo'ydi. Ondan uylarni yig'ishtirdi. Uninggacha tong sahar vaqti bo'lib qoldi. U xili herib qolgan edi. Shunga ko'zini panturib, arduqini ilib olmoqchi bo'ldi. Lekin shu hamonla bolalari esiga kelib, o'rnidan turdi. Ularning uxlaganda yotqanlarini echitadigan yomon qiliqi bor edi. Shunga ana ularni kechalari 1-2 qatimdan yo'qlaydi. Anaga balaning o'gi bo'lmaydi. Hamma balaning o'ti o'xshashla bo'ladi. Lekin nima uchunkin tong osh tomoqda Anjambayga kelganda onaning qo'lida cho'mich uzoqroq to'xtab qoladi. Kiyimlari kirlishib qoldimikin deb o'ylab, har kuni oqshomlari uning ko'ynak tamballarini tekshirib ko'rib boqadi. Boshqa balalarning kiyimlari bir qatim yuvilib bo'lgacha, uning ko'ynak tamballari 2-3 qatim yangushlanib bo'lib qoladi. Anjambay oqshimi sal-pal keyinroq qolsa, aksini uyan bu yonga chaptiradi.
Hey, o'zi yomonning o'ti yomon degan gap rost ekan. Bo'lmasa, bu kapsiz bolaning o'ti nimishqa boshqacha bo'ladi? To'xtxon Anjambay yotgan uyga kirganda, u tatliq uxlayotdi. Yo'tqini sal echilib qolgan. Sol qo'limi yo'tqanning teshiga chiqib qolgan edi. Ana uning qo'lini yo'tqanning ichiga kirgizib qo'ymoqchi bo'ldi. Uning kichik barmoqidagi velildab turgan qip-qizil yoqut ko'zlik uzukka ko'zi tushib turibla qoldi. Bu chaqcha o'g'ilning qo'lida biror uzukni ko'rmagan edi. Kunda kechalari to'la tutib, siyilab to'ymay qaraydigan bu qo'llarda bundoq narsa asla bo'lmagan edi. Ana hang-tang qoldi. Bir hazog'icha o'ylab bu ishning tagiga zodila yetolmadi. Tang yo'ridi. Anjambay odati bo'yicha yanala baldur o'rnidan turdi. Onasi uning barmoqidagi uzukni imo qilib ko'rsatdi. Bak chiroyli ekan, sana obdan yarashibdi. Muborak bo'lsin. Shundala u barmoqidagi uzukka bir hazog'icha tikilib qarab turib ketdi. Ondan kerilib turib kuldi. Ayshamgulning momisi avatibdi. Viyey, nimishqa? Anjambay uyalgandek yerga qarab turib, onasiga hamma ishlarni so'zlab berdi. Shundala onaning g'ash ko'ngli ichildi. Ko'nglidagi tugunmo yeshildi. Aslida u bu uzukning kelish manbasini o'ylab topolmay tongni otqizgan edi. O'g'ildan ansirab, jahonda ozmaydigan kim bor? Navoda izib silib, qimarga aralashib qolgan bo'lsa, qutib olgan o'xshaydi, deb o'g'ildan gumonlanib xafa bo'lib qolgan edi. Demisimi, shu kunlarda yoshlar orasida qimar o'ynash adab ketib, ota-onalar g'am andishda o'tishadi. Ha, mana endi bo'ldi. Hamma ishlar oydinlashdi. To'xtxonning ko'ngli joyiga tushdi. Ha, aslida mundaq ishganda, voy xudoyim-ey, ashu kichikkina ishnimi toki hozirgacha unutmagan bo'lsa, nima degan oq ko'ngil a? Bechora mo'may navrisiga bak amroq ekan. Bo'pti, bizmi uning obdan yarshig'ini qilaylik. To'xtxon bir hazog'icha o'ylanib o'ltirib qoldi. O'ylab oxir o'rnidan turdi. Ichkirki uyga kirib, kat sanduqning ichidagi kichikkina to'mir sanduqchini tepib, qizil tovarga yo'galgan bir kun tugunchakni yechdi. Uncha marjonlar orasidan ko'p yoqut ko'zlik uzukni oldida birdam tikilib qaradi. Bu yoqut ko'zlik uzukni Anjambay tug'ilganda Shahzoda bibi uni muboraklab sovg'a qilgan edi. U uzukka yana birdam tikilib qarab asta o'rnidan turdi. Anjambayning qishiga kirib, uzukni o'ninga tangildi. Senmo mavi uzukni Ayshamgulga bergin. Bu mening sizga tunji qilgan sovg'atim bo'lib qolsin degan. U aqlli qiz, ko'nglimizni tushunadi. To'xtxon bu uzukni Anjambayning hiliqi qizil yoqut ko'zlik uzuk silingan barmoqiga juplab silib qo'ymoqchi bo'lgan edi. U barmoqqa bu uzuk patmadi. Chinchiloqqa obdanla patdi. To'xtxon uzuklar silingan ikki barmoqni tutib juplab baqqan edi. Vah, obdanla jup keldi. To'xtxon kuldi. Pah, birisi qizil, birisi ko'k. Juplansa bak chiroyli yarashidi ekan. Amdi har ikkilisi tangla qaqoqlab kulib ketishdi. To'xtxon juplangan uzuklarga zo'qlanib yana birdam tikilib qarab turdi-da, "Xudoyim, shunda qilg'ala nasib qila", deb asta chiqib ketdi. U bu ko'p yoqut ko'zlik uzukning atla ashu nozik barmoqqa silinib qo'yilganligiga ishonatdi. 6-bob tugadi.